Mana akalar, Matiz avtomashinamiz 2017-yil akalar, Matiz Best, konditsioneri bor. Hamma narsasi bor, chixor, pollik, metan, tayyor mashina akalar. Kelasiz, haydab ketasiz. Boshlang'ichlar 500-600 dollar deb o'tirmaymiz akalar. 400 dollar, hech kim qilib bera olmaydi. 400 dollar boshlang'ichlar olib kelasiz, polni dokumentatsiyasini qilib beramiz akalar. Tayyor qilib boshqa hech qanaqa xarajatsiz 400 dollar bilan mashinani minib ketasiz akalar, pasport prava bilan. Assalomu alaykum jigarlar, yaxshimisizlar? Xabaringiz bor, bizda mashina olgan odamlar Sharm-el-Sheyxga 2 kishilik chipta va o'nga yaqin qimmatbaho super mega aksiyali o'yinimiz ishtirokchisiga aylaning va Sharm-el-Sheyxga uching. Aziz obunachilar, xabaringiz bor. 20-maydan 27-iyulgacha bo'lgan mijozlarimiz, mashina xarid qilgan mijozlarimizga Sharm-el-Sheyxga 2 kishilik chiptamiz hamda o'nga yaqin qimmatbaho sovg'alarimiz o'ynalyapti. 27-iyul kuni g'oliblarimiz aniqlanadi aziz obunachilar. Shoshiling, bizdan mashina xarid qiling, haligacha vaqt bor akalar. Mashinani xarid qiling, haligacha bemalol Sharm-el-Sheyxga uchishga imkoniyatingiz bor akalar. Har bir mashinamizga 5 milliongacha aksiyalarimiz bor. Video davomida aytib o'tamiz. Hamda 20% usta haqidan chegirmamiz ham bor. Buni oldingi videolarimizda ham aytib o'tganmiz. Ya'ni mashinangiz buzilib qoladimi, bizdan olgan mashinangiz buzilib qoladimi, biror narsa bo'lib qoladimi, barini taxlashingiz kerak akalar. O'zimizga olib kelsangiz, o'zimiz taxlatib 20% chegirmasi bilan usta haqqini qilib beramiz akalar. Video davomida bitta mashinani obzor qilamiz. Qani ketdik. Assalomu alaykum barchaga, aziz obunachilar, qadrdon do'stlar, kanalimiz kuzatuvchilari. Xudo xolasa bugun yana biz o'sha Mogo avtolizing kompaniyamizga keldik. Inshaalloh bugungi yangi videomizda mashinalarni qo'ldan kelgancha aksiya qilib narxlarini tushirib tashlashga harakat qilamiz. Videomiz yoqsa bittadan like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar. Xudo xolasa ko'rib turganlaringizdek Nexia 3, Nexia 2, Spark hammasidan bo'ladi. Videomda ko'rib borasizlar. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum aziz obunachilar. Mana biz yana Mogoda. Mogomizdan mashina xarid qilasiz, bemalol kelib, bitta pasport prava evaziga boshlang'ich to'lov 10%, 20% qancha pullaringiz bo'lsa aka, minimal 10% pullaringiz bo'lsa bo'ladi aka. Pasport olib kelasizlar, ish haqqi, pish haqqi so'ralmaydi. Bemalol kelib xarid qilasizlar. Agar bizdagi turgan mashinalar yoqmasa, bemalol o'zlaringiz tanlab kelasizlarmi? Bozordan olib kelasizlarmi? Biroq qo'shningiz sotibdi, o'sha mashina sizga yo'qdi. Bemalol o'sha mashinani olib kelsangizlar, olib beramiz akalar. Yo'q deyish yo'q. Bizda hamma mashina o'tadi akalar. Farqlarimiz mana masalan mashinalarimiz 01larimiz 2 soat 3 soatda bitadi akalar. 80 boshqa nomer bo'lsa agar, boshqa nomer bo'lsa 1 kun, 1,5 kun vaqtimiz bo'ladi. Mana bu nomerimiz, tayyor nomerimiz 2 soat 3 soatda bitadi akalar. Pasportni olib kelasizlar, pravani olib kelasizlar, boshlang'ich to'lovini. 2 soat evaziga olib ketasizlar. 2 soat evaziga olib ketasizlar akalar. Mashinamiz legendalardan boshlaymiz obzor qilishni. Xo'sh, birinchi mashinamiz Nexia 2, xo'sh 2016-yil. Mashinamiz idealniy sostoyaniyada, kraskasi yo'q akalar. 2016-yil gibrid Lux konditsioner. Balonlari yangi holatda akalar. Yangi balonchalar. Metan gaz baloni mavjud. Mashinamizga xarid qilganlar uchun chixol bonusga qilib beramiz. Masalan, benzinmi yo gazmi solib ham beramiz akalar. Bonuslari bor. Bemalol kelib xarid qilsangizlar, mashinamizda akalar 80 million, 79 million 500 ming so'mga beramiz akalar. 124 ming probek. 124 ming probek. 2016-yil 124 ming probek. 79 million 500 ming so'mga beramiz. 8 million so'm boshlang'ich to'lov evaziga. 8 million so'm olib kelasizlar, mashinani hamma xarajatlarini, dokumentlarini qilib beramiz. Tayyorga olib ketasizlar akalar. Mashinamiz 2016-yil. Ishlaringiz qoldi. Polni radnoy. Metallari bor. Keyingi mashinamiz, bu mashinamiz ham xuddi shunaqa 2016-yil akalar. Bu mashinamiz Daewoo kuzov, zanglamaydigan kuzov. Kimdir tushunadi, ekspert variant, zanglamaydigan kuzov, gibrid Lux konditsioner. Mashinamiz ideal holatda. Bu mashinamiz ham kraskasi yo'q, absolutni toza kraskasi. Balonlarimiz yangi holatda turibdi, tishlik balonlarimiz chotki turibdi. Mashinamizning narxi 84 million so'm. 84 million so'm. Aksiyada 80 million so'm qilib beramiz akalar. 80 million so'mga tushirib qo'ydik narxini. Tushirib beramiz. 8 million so'm bo'sh to'lov olib kelasizlar bunga ham. Pasport prava olib ketasizlar akalar. 2016-yil metan gaz balonlari bor. Mashinamiz ideal sostoyaniyada. Bu ikkalasi ham konditsioner ishlab turibdi. Ikkalasi ham konditsioner ishlatib, chotki qilib beramiz akalar. Bemalol konditsionerlar ham ishlab turibdi. Issiq kunlarda Nexia 2 legendalarni bosib yuraverasiz. Nexia 2 legendalarimiz. Xo'sh, keyingi mashinamiz 2015-yil 16 ukasi. 2015-yil gibrid bilan Lux konditsioner. Buni ham konditsionerda ishlaydi akalar. Metani bor, yangi qo'yilgan metani. Bemalol kelib tekshirib olasizlar. Mashinamiz sostoyaniyasi ideal holatda. Mashinamiz
e'tibor beramiz aziz do'stlar. Mashinamiz 74 million so'm, 74 million so'm. Yana kelsangizlar 3-4 million so'm aksiya skidkalari bor akalar. Buni ham 70 aksiyasi million, bo'ladi. 71 million so'm, 72 million so'mga qilib beramiz akalar. 2015-yil gibrid Lux kondisioner. Mashinamiz sostavasi ideal, gaz baloni yangi qo'yilgan. Gaz balonchalari ham bor. Kondisionerlar ishlaydi akalar. Xulosa. 7 million 300 ming so'm, 7 million 400 ming so'm boshlang'ichda olib kelasizlar akalar, chiqarib beramiz. Pasport prava evaziga. Bu ham tayyor nomerda 2 soat ishlar hal bo'ladi. Tayyor nomer 2 soat ichida qilib beramiz akalar. bemalol. Holati idealni mashinamiz. Yana Matizlardan so'raganlar uchun, Matizlardan so'raganlar uchun. Xuddi aytganimizdek, videoning davomida bu mashinamiz 2017-yil Best Lux kondisioner metallari bor akalar. Kelasizlar, bemalol mashinamiz chotki holatda. Mashinamiz akalar $400 boshlang'ich to'lov bilan. Ko'p emas, $400 olib kelasizlar. Sraz dokumentatsiyasini qilib, tayyor qilib beramiz akalar. Chotki bo'ladi hammasi. Mashinamiz metallari bor, kondisionerlari ishlab turibdi. Chotki sassanada mashinamiz. Holatlari ham. Balonlar ham yangi holatda. Ko'rib turibsizlar. Balonlar ham yap-yangi hali kondisionerlar ishlab turibdi, matizchalarni bosib yuraverasizlar bemalol. Kamchiligi yo'q akalar. Chixollari bor, hamma narsasi bor. Keyin bonuslar bo'ladi albatta, aka. Bonuslari bo'ladi. Kelgan bonuslarimizga hamma narsaga bonus beramiz, metan, to'g'risi. propan, benzin kimgadir chixol, boshqa bonuslar qilib beramiz akalar. Bemalol. Keyingi Matiz avtomobil. Keyingi Matiz avtomashinamiz 2015-yil Best Lux kondisioner. Mashinamiz polni radnoy, ideal sostanada turibdi. Polni radnoy. Shu mashinamiz balonlari yangi holatda. Mashinamiz 63 million so'm edi, 63 million so'm edi. Hozirgi kunda 5 million so'm skidkasi bilan 58 million so'mga qilib beramiz deganlar. 5 million so'm skidka qilamiz sizlar uchun. 58 million so'mga 2015-yil 96 ming probegda kondisionerlar ham bor dedingizmi? 96 ming kondisionerlar ham moshina ishlaydi, bemalol kelib ishlatib kulib bo'ladi. Bizda keyin yoshirinish yo'q. Bizdan bemalol kraskalari toza akalar. Bemalol ustalaringizni olib kelasizlarmi? Ko'rib, tekshirtirib, aldash yo'q bizda aka. Kraskasi absolutni toza. Mashinamiz bemalol ustalaringiz bilan ko'p ketsangizlar bo'ladi. Bu ham 6 million 750 ming so'm boshlang'ich to'lov bilan, ya'ni $540 bilan chiqadi akalar. Pasport prava evaziga. Kelasizlar, bemalol bitta pasport, bitta prava evaziga. Pasport prava evaziga chiqadi akalar. 2 soat evazida olib ketasizlar. Keyingi mashinamiz Matiz 2014-yil 3 talik akalar. 3 talik kuzov base, ichkari ham base. Export variant. Kimdir tushunadi? Mix variant, export variant akalar. 3 talik Lux kondisioner lekin. Lux kondisioner Bestdan qolishadigan joyi yo'q. Mashinamiz propanda. Bu mashinamiz ham 60 million so'm edi narxi, 5 million so'm skidkada 55 million so'mga sotamiz akalar. 55 million so'mga. Buni ham skidkada mana 5 million so'mgacha aksiyada olib ketasizlar. Mana 55 million so'mga 14-yil 106 ming probegda. Buni kraskalari? Buni kraskalari faqatgina zangchalari olingan, tamom. Qolgan joylar radnoy, udarlari yo'q. Polni radnoy, udarlari yo'q mashina. Udarlari yo'q, zanglari ishlangan, tamom akalar. 55 million so'm, 2014-yil 106 ta probeg. Kelasizlar 6 million 750 ming so'm bilan chiqarib beramiz mashinamizni ham pasport prava evaziga akalar. Minib ketasizlar. Nexia 3 ni ham ko'rsataylik aka. Nexia 3 ni ham ko'rsatamiz akalar. Nexia 3 avtomashinalarimiz bor. Avtomat korobkasi, avtomat variantdan bor. Yangi oxirgi chiqqanlardan. Bu xolasa ko'rasizlar. Mana. Mashinamiz sostanasi zo'r akalar. Xo'sh, 2021-yil avtomat korobka. Mashinamizda benzinda yurgan 66 ming probeg. 66 ming. Benzinda yurgan 66 ming probeg akalar. Xo'sh, mashinamizni 9200 ga beramiz. Ya'ni $1320 bilan chiqarib beramiz. Yo'q, $1000 bilan chiqarib beramiz, $1320 bilan chiqarib beramiz akalar. Kelasizlar, bemalol kelasizlar. Bizdan Cobalt, Gentra, boshqa mashinalar ham chiqadi. Akalar chiqmaydi emas. Nexia 3 lar ham chiqadi. Prosta asosiy yo'nalishimiz Nexia 2 Matiz xalqqa foydasi tegadigan tirikchilik uchun qilinadigan mashinalar bizda asosan. Shunaqa mashinalarni so'raydi. Gentra Cobaltlarimiz ham bor, bemalol. Boshqa avtosalonlarimizda ham bor. Bemalol kelsangizlar chiqarib beramiz akalar. Bo'lsa, kelaverasizlar, chiqarib beramiz. Mana video davomida barcha mashinalarni obzoron qilishni mana qilib o'tdik. Xudo xolasa aksiya qildik. Sizlar uchun aziz obunachilar, video yoqqan bo'lsa bittadan like bosib obuna bo'linglar. Qo'ldan kelgancha obzorni qildik, xudo xolasa. Keyingi videolarda yana aksiyalarni qilishni davom etamiz sizlar bilan. Keyingi videolarda ko'rishguncha mayli aka, sog' bo'linglar, sog' bo'linglar.